Korrupsiya davlat taraqqiyotiga to'siq bo'lish bilan bir qatorda adolat va qonun ustuvorligini izdan chiqarib, jamiyatda ishonch muhitini zaiflashtiruvchi tahdid hisoblanadi. Shuning uchun mamlakatimizda ushbu xavfga qarshi murosasiz kurash olib borilmoqda. Xususan, pora talab qiluvchi shaxsga berish uchun $1000 miqdoridagi pul mablag'lari dunyoviy ishlov berish amalga oshiriladi. Samarqand viloyati tumanlaridan biridagi elektr ta'minoti korxonasining rahbari mahalliy tadbirkorga tegishli umumiy ovqatlanish shoxobchasida o'zboshimchalik bilan elektr tarmog'iga ulanish natijasida davlatga yetkazilgan 393 million so'mlik zarar holati yuzasidan jinoiy javobgarlikka torttirmaslik, aksincha zarar miqdorini kamaytirib ko'rsatgan holda ma'muriy tartibda sudga chiqarib berish evaziga $5000 talab qilgan. Joriy yilning iyul oyi oxirlarida ushbu pul mablag'i hisobidan $4000 olgan mansabdor shaxs tadbirkordan qolgan $1000 ham tezroq berishini so'ragan. Davlat xavfsizlik xizmati va Bosh prokuratura huzuridagi departament xodimlari hamkorligida o'tkazilgan tezkor tadbirda $1000 uchinchi shaxs orqali olgan vaqtida uning noqonuniy harakatiga chek qo'yildi. Ta'kidlash lozim, mazkur rahbar xodim muqaddam sudlangan bo'lsa-da, o'z xatosidan to'g'ri xulosa chiqarmagan. Toshkent shahrida qayd etilgan holatda esa oliy ta'lim muassasasiga o'qishga kiritib qo'yish bilan bog'liq noqonuniy holat fosh etildi. Xususan, poytaxtda istiqomat qiluvchi 1988-yilda tug'ilgan muqaddam sudlangan shaxs o'zining yuqori lavozimda ishlovchi tanishlari orqali 2001-yilda tug'ilgan fuqaroni Toshkent davlat iqtisodiyot universitetiga o'qishga kiritib qo'yish evaziga $20000 talab qilgan. Davlat xavfsizlik xizmati va iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti xodimlari hamkorligida o'tkazilgan tezkor tadbirda u oldindan $13000 olgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlandi. Hozirda har ikki holat yuzasidan jinoyat ishlari qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Hurmatli fuqarolar, kundalik hayotda shu kabi qonun buzilish holatlariga duch kelsangiz, Davlat xavfsizlik xizmatining 1520 qisqa raqamiga qo'ng'iroq qilib xabar bering. Shaxsingizning sir saqlanishi kafolatlanadi.